Bugun bizning dasturimizda mehmonimiz bor. Yosh ijodkorlardan X Factor loyihasida ishtirok etgan ishtirokchi Fazliddin Abduvohidov taklif qilamiz. Hozirgi kunda yoshlar orasida Yigitni ham ko'rdim. trenddagi Nima yigit. Munisa ham nima o'sha Munisa sostaviga oldi. sifatlarni olamiz. Marhamat, keling ukajon. Marhamat, Marhamat. yig'lavordi bola, tan berdim. Keling. Yuragingni ezar ekan og'ir pushmon, o'z-o'zingga bo'lar ekan san dushman. Qurib ketsin yo'qchilikdan tekkan dashno, yigit kishi puli bo'lsa sevsin ekan. Ko'zing qonab ketar ekan xiyonatdan, sevgan qizing baxt izlasa imoratdan. Yer yorilsa kirib ketsang hijolatdan, yigit kishi puli bo'lsa sevsin ekan. Hayot, ey hayot, qonunlaring buncha shafqatsiz. Hayot, ey hayot, boylarga baxt ekan navbatsiz. Onangga ne deysan endi onang so'rasa, qo'shnilarga ham to'y qilamiz degan bo'lsa, oxlaringdan osmonlarni tutsunlar zar, yigit kishi puli bo'lsa sevsin ekan. Ko'zing qonab ketar ekan xiyonatdan, sevgan qizing baxt izlasa imoratdan. Yer yorilsa kirib ketsang hijolatdan, yigit kishi puli bo'lsa sevsin ekan. Hayot, ey hayot, qonunlaring buncha shafqatsiz. Hayot, ey hayot, boylarga baxt ekan navbatsiz. Hayot, ey hayot, qonunlaring buncha shafqatsiz. Hayot, ey hayot, boylarga baxt ekan navbatsiz. Boylarga baxt ekan navbatsiz. Gap yo'q. Keling ukajon. Keling. Assalomu alaykum. Keling. Assalom. Keling Fazliddin. Keling. Ukajon, xush kelibsiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Xotir aka, Marhamat, joylashib oling. Keling. Xo'p, azizlar, demak, X Factor ko'rsatuvi loyihasini g'oliblaridan, rezidentlardan, ishtirokchilar. G'olib emas, ishtirok. Fazliddin ukam